17 tasini tushuntirib beraman, 17 ta. Ya'ni bir xilliklarni, o'xshashliklardan bitta-bitta ko'rsatib ketaman. Shunda 17 ta chiqdi. Buni yanada ham qisqartirsam bo'ladi, lekin men hozir moddalar almashuvini noldan tushuntirib berganim uchun sal oddiyrog'ini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ha. Xo'p, ana endi va 12 ta masalani tushuntirib bo'lgandan keyin sizlar bemalol men bitta masalani tushuntirdim, shundan 5 ta o'xshashligi bor. Sizlar qolgan 4 tasini yechib qo'yaverasizlar bemalol. Agar tushuntirganimdan keyin qandaydir savol yoki mavzularda sizlarda qolganlarini, men tashlab ketganlarimni yecholmay qolsalaringiz, aynan 2 kun ichida bironta kun Biyos hayotga video chat qilaman. Video chat qilib, men aynan bu kitob bo'lsin farqi yo'q. Moddalar almashuvi degan barcha masalalarni ko'rib o'tamiz. Demak, men buni tushuntirishdan oldin moddalar almashuvi mavzusi bor. Buni 1 soat, yarim soat, 2 soatlab gapirish mumkin. Lekin men aynan masalaga kerakli bo'lgan joyini tushuntiraman bo'ldi. Nazariya kerak emas. Nazariya narsalar, aynan nazariyani masalaga tegishli joyini tushuntiraman. Ya'ni shu narsa, tamom, shu narsa. Mana shu narsani tushuntiraman. 1000 ta bo'ladimi, 10 ming ta bo'ladimi, masalada ishlasangiz bo'ldi. Demak, sizlar bilan boshladik a. Qaraymiz endi. Ovqat tarkibida oqsil, yog', uglevod bo'ladi. Oqsil, yog', uglevod. Bo'ldi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Bular energiya hosil qiladi. Keladi, suv bor deydi, tuz bor deydi, sidik kislotasi bor deydi. Ularni hisobga olmanglar. Ularga e'tibor bermanglar. Ular umuman energiya hosil qilmaydi. Energiya hosil qiladigan faqat oqsil, uglevod, yog' bo'ladi. Va hech qachon o'zgarmas qoida bor. 1 gram oqsil yoki 1 gram uglevod 4,1 kilokaloriya yoki 17,6 kilojoule energiya hosil qiladi. Tamom. Bu 1 gramida. Hech qachon bir bola mutatsiyaga uchrab 1 gram oqsil 5 kilokaloriya energiya hosil qiladigan joyi yo'q. Shuning uchun ham 4,1 va bu siferlar 17,6 o'zgarmas hisoblanadi. Bular hammasi 1 gramda. Agar shu yerda 10 gram bo'lsa, buni 10 ga ko'paytiringlar, 41, buni 10 ga ko'paytiringlar, 1176 kilojoule. Bo'ldi, tamom. O'rgatayotgan narsam shu edi. Mana ular oqsil va uglevod bir xil miqdorda energiya hosil qilganligi uchun men ba'zan hisob-kitobda oqsil va uglevodni qo'shib olaman. Agar menga umumiy moddalarning umumiy energiyasini hisoblatsa, mana 1 gram bu 1 gram shartda 2 gram qilaman, 2 ni 4,1 ga ko'paytirib 8,2 sifatida ishlab ketaman. Sababi qo'shmasam hech narsa o'zgarmaydi. Lekin buni qo'shmayman. Uglevod sal ko'p bo'ladi. 1 gram uglevod 9,3 kilokaloriya yoki 17,6 kilojoule energiyani hosil qilar ekan. Endi oqsil va uglevodlar bular polimerlar hisoblanadi. Ya'ni merlar degani kichik bolachalari bor. Ya'ni kichik monomerlari bor. Men o'zim juda ham ko'p o'ylayapman, harakat qilyapman. Hozir bilasizlar, san'at sohasi bor, QVZ sohasi bor. Hammasini o'zining yo'nalishi bor. Lekin o'qituvchilarda, masalan, tushuntirib berayotgan ustozlarimiz bo'ladi-ku, deyarli ular ko'pchiligi bir xil yo'nalishda tushuntirib beradi. Ya'ni bir-biriga 60-70% o'xshash bo'ladi. Men shunday bosh qotirayapmanki, masalan, nechta o'qituvchi bor tushuntirib berayotgan? Umumiy 2000 ta bo'lsin, 5000 ta o'qituvchi bo'lsin, masalan, aynan biologiyaga oid. Shularning ichida men boshqacha qilib tushuntirib berishga harakat qilyapman. Endi izlanyapman. Shuning uchun ham o'zimni har xil ovozimni va o'zimni mimikalarimni har xil ko'rinishga keltiraman. Iloji boricha nima jaydar qishloqchasiga tushuntiraymi deyman. Xullas shunaqa tushuntirlaringizni o'zgacha tushuntirmoqchiman. Endi kimgadir yoqadi. Xo'p, muhimi yoqqan va yoqmagan ham tushunadi. Demak, oqsil va uglevodning uning bolalari bo'lganligi uchun bular polimerlar hisoblanadi. Yog' esa bolalari yo'q, bo'ladi-yu nobud bo'lib ketadi tezda. Shuning uchun bular polimer hisoblanmaydi yog'. Lekin bular hammasi ota-ona bo'lgani uchun farzand yo'q. Ota-ona bo'lgani uchun bular biomolekulalar hisoblanadi. Yirik molekulalar. Biomolekulalarga hammasi kiradi, polimerlarga faqat ikkitasi kiradi. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, bizda umumiy energiya hosil qiladi. Shuni ertalabki, obedga, qo'shimcha kechkining foizi bor. Xo'p, endi men yana birlarga qanday yodlashni ham o'rgatib ketaman. Yantoqning uzunligi nechiga teng? 25-30 degan. Shuning uchun ham ertalabki 25-30 bo'ladi. Eslab qolinglar, yantoqning uzunligi 25-30.
metr degan. Demak, ertalab endi 11 likka ko'paytiriladi. Abit bo'lyapti. Abitda kuchli narsa emasmi ertalabga nisbatan. Shunda 35-40% bo'ladi. Endi qo'shimcha bu kam miqdor bo'lgani uchun 15% bo'ladi. Bo'ldi. Mana klassini sizlarga qanday yodlashni o'rgatdim. Yantog' uzunligi 11 likka ko'paytirilsa 15%, kechki o'z-o'zidan 5 birlikka o'tkazasizlar. Pastga tushib boryapti, 20-25% bo'ladi. Xo'p, mana shunday. Mana ikkitasini yodlasangiz, mana shu bu avtomatik hammani esida bor. Bu shunday o'zi qoladi. Nima deydi? Biron bir sifr qilib yodlash shart emas. 20-25 yodlab qolasizlar, tamom bo'ldi. Lekin mana bir-biriga bog'lagandan keyin bu chiqarish oson. Xo'p, ana endi keyingisi bizda umumiy energiya bor. Umumiy energiya, masalan, men bir kunda 1 kilogramm osh yeydigan bo'lsam, menda 3000 kilogramm kilokaloriya energiya hosil bo'ldi. Shularning 3dan 1 qismi, mana u 3000 bo'lyaptimi? Mana u 3000 bo'lyaptimi? 3000 dan 1 qismi, ya'ni 1000 kilokaloriya tana haroratini saqlash uchun ketadi. Bo'ldi, tana haroratini saqlaydi 1000 kilokaloriya. Tana haroratini saqlaydi. Bu o'zgarmas. Keyingisi qolgan 2 to'qima va organlarning hayotiy faoliyati uchun, to'qima va organlarning to'qima, organ, ish bajarish, to'qima organlarning hayotiy faoliyati uchun saqlanadi. Ko'pchiliklar chalg'iydigan joyini aytib o'tib ketaman, sababi o'zim ham biologiyani o'rganishda rosa qiynalganman. Hozirga kelib tushunib yetganlarimni sizlarga alohida aytib o'tib ketaman. 3dan 2 qismi to'qima organlar uchun, tushundingiz? 3dan 2 qismi to'qima organlar uchun. Endi bizda 1680 degan narsa bor. 70 kilogrammli odam 1680. Bu to'qima organlar uchun bo'lsa 1680 asosiy moddalar almashuvi uchun bo'lyapti. Asosiy moddalar almashuvi uchun bo'lyapti bular. Bu to'qima organ edi, bu asosiy moddalar almashuvi edi. Esda saqlaylik. Bu qayerdan keldi? Agar biron bir chaqaloq vazni 1 kilogramm bo'lsa, e'tibor beramiz. 1 kilogrammli chaqaloq, xo'p, u hech bir ish qilmaydi. Mana ertalabdan kechgacha mana shunday turibdi. Safda, maktabda mana shunday turibdi, mashq holatda. U na qo'lini qimirlatdi, na ovqat yedi. Bir ish qilmay mana shunday turibdi yoki mana shunaqasiga yotibdi. Ana shu holatda 1 kilogrammli chaqaloq 1 soatda u uchun 1 kilokaloriya energiya sarflaydi. 1 kilokaloriya energiya sarflaydi. Sababi mana bunday turgan bo'lsa ham, uni jigari ishlayapti, yuragi ishlayapti, o'pka olyapti, nafas olyapti, qon aylanyapti. Unga 1 soatda 1 kilogrammli chaqaloq uchun 1 kilokaloriya energiya sarf bo'ladi. Agar bir kunda o'sha 24 agar u 1 kilogrammli chaqaloq 24 soatda yoki bir kunda bu 24 kilokaloriya energiya sarflaydi. Endi shu 70 kilogrammli bo'lsa, u katta odam bo'lsa, 70 kilogramm 1680 kilokaloriya energiya sarflar ekan. Nazariy qismi edi. Nazariy qismi shu. Ana endi sizlar bilan masalani boshlaymiz. Iqtidor biologiyasidan birinchi masalani boshlaymiz. Uglevad va oqsil bir xil energiya hosil qiladi. Bir xil kilokaloriyada. Shuning uchun har ikkisini qo'shib oldim. Qo'shib olsam mana 600 chiqdi. Demak, uni 4.1 ga ko'paytirdim, 2460. Yog' 100 gram edi, yog'niki esa 930 kilokaloriya. Har ikkisini qo'shib oldim, 3390 bo'ldi. Demak, bizda quyi degani past degani, quyi tabaqalar deymiz-ku yoki quyi oqim deymiz-ku, past degani demak. Boyagini eslaylik, yantog' ertalabki 25-30 edi. 11 likka ko'paytirsak bizda 35-40 chiqadi. Demak quyi mana u, yuqori bu bo'ladi. Demak, shuni 35% ni topib olaman. 1186.5 kilokaloriya bo'ladi. Endi men hisob-kitobda qaranglar. Buni 100%, buni 35% qilib mana qanday topishni ko'rsatdim. Do'nim proporsiyada. Endi men buni soddalashtirib bilgan bo'lsam, qanday yechib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Shart emas.
vaqtdan tejash uchun, markerda tejash uchun 0,35 qilaman. Tamom. Shu javob chiqadi, sizga javob. Bu birinchi masalasi edi. Endi ikkinchi masalada demak, agar bir kunda to'qima va organlarning hayotiy 12 ta bo'lsa, 16 ta qoldi-ya. Agar bir kunda to'qima va organlarning hayotiy jarayoni normal o'tishi va ish bajarish uchun 2660 kilokaloriya bo'lsa, demak, to'qima organlarga barcha energiyaning 3 dan 2 qismini tashkil qilar edi. To'g'rimi? Demak, 2260 bu barcha energiyaning 3 dan 2 qismi edi. Barcha energiyani 3 qismga ajratar edik. Buni hisoblaymiz. Shunda hisoblaydigan bo'lsak, 3 bo'ladi. Qo'shsak 3 9 bo'ladi. 3390 bo'lar ekan. Qaraymiz. 3-masaladan ana endi men sizlarga nisbatga qo'yishni boshlayman. Aytyapti, uglevod miqdori deyapti, oqsildan 4,5 marta ko'p, oqsil va yog' miqdori teng deyapti. Qaysi biridan boshlash kerak? Uglevoddanmi yo oqsildanmi? Albatta oqsildan boshlash kerak. Qaranglar, mana bu yerda bizda bu 3-masala bo'layotgan bo'lsa, bu 2-masala bo'layotgan bo'lsa, sizlarga oqsil va yog' teng deyaptimi? Bizda oqsil bor, yog' bor, uglevod bor. To'g'rimi? Oqsil, yog', uglevod bor. Bular bir-biriga teng. Uglevod esa 4,5 marta ko'p. Eng kichkinasi uglevod bo'lam, oqsil yoki yog' bo'lam. Albatta oqsil va yog'. Shuning uchun ham eng kichkinasini x deb belgilang. X deb belgilang. Masala ishlashda x deb belgilang. Demak, uglevodga nisbatan oqsil yoki yog' x, farqi yo'q. Xohlang oqsil, xohlang yog'ni x deb belgilang. Mana x deb belgiladim. Bu bir-biriga teng bo'lgani uchun buni ham x deb belgiladim. Endi uglevod bundan 4,5 marta katta bo'lganligi uchun 4,5 x bo'ladi. Hozir men mana 4,5 x ni qanday qo'yganimga chiqarib beraman. Bu juda ham maydalashib ketadi. O'zi eng sodda ishlanish shu. Lekin kimdir masalan, mana shu 4,5 qanday kelmadi deb savol bersa, men buni chiqarib beraman. Qanday kelganini mana unga qo'yib chiqarib beraman. Faqatgina bu men yanada maydalashib ketgan bo'laman. Xuddi bog'chalarga tushuntirgandek bo'laman. Lekin hamma narsani hisobga olish kerak. Aytyapmanki, bemalol bu bo'yicha o'zimning Telegramga yoki kanalimga murojaat qilinglar. Albatta, ichkarigacha men tushuntirib beraman. Sababi men ham sizlarning boshida tushunmaganman. Xo'p, 4,5 x bo'ldi. Endi to'qima va organlarning hayotiy jarayoni normal o'tishi. To'qima organ dedimi, u umumiy energiyaning 3 dan 2 qismi bo'ladi. Demak, 2548 bo'lyapti. Buni ko'paytiramiz. 2000. Umumiy energiyaning 2 qismi 2548 bo'lsa, 3 qismi qancha deymiz? Xo'p. Kichkina kalkulyator olishim kerak endi. Demak, qayerda qolding? Xo'p, 2548 ga 2548 ni tek manolar bo'lgan bo'lib esa biriga 1,5 bo'ladi. Shuni to'g'ridan to'g'ri 1,5 ga ko'paytirib qo'yaveraman. Buni ko'paytiramiz 1,5 ga. Xo'p, 38 114,5. 38 14,5 chiqyapti. Endi bizdan nimani so'rayapti? Xo'p. Ovqat davasida uglevodning miqdorini so'rayapti. Endi uglevodning miqdori bo'layotgan bo'lsa, bu umumiy energiya hisoblanadi. Umumiy energiya. Xo'p. Mana bu x bilan, mana x bilan, mana x ni qo'shib olaman. Bir xil miqdorda energiya beradi-ku. 5,5 x bo'ladi. Shunda buni 4,1 ga ko'paytiraman. 1,5 ga. Mana yerda 22 bo'lish kerak. Shunda 22 bo'ladi. 3822 bo'ladi.
Xo'p, mana buni 1,5 ga ko'paytirsam to'g'ridan to'g'ri topgan bo'laman. Buni 3 ga, keyin 2 ga, 3 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsam mana shu javob chiqyapti. Endi buni bunga ko'paytiradigan bo'lsam, menda chiqyaptiganki, demak 22,5 bo'ladi. Mana bu 22,5 x da bo'ladi. Endi xo'p, men mana yerda 22,5 x plus mana uning 1x ning o'zi 9,3 deganimi 1x, ya'ni 1 x bu 1 degani. 1 gram 1 gram yog' qancha? 9,3. Faqat 1 nima bu x da. Demak 9,3 nima bu x da. 9,3 x. Baravar umumiy energiya 3822. Xo'p. X menda chiqadi 120. Savol. 120 nima? Uglevodmi? Yo'q, x nima? Mana x oqsil, 120 oqsil. X nima? Yo'q. Demak, yo'q 120. Masala shartida nimani so'rayapti ekan? Masala shartida bir qismga oqsilning miqdori 120 a javobda turibdi. 120 a javobda. Qaranglar, oxirigacha o'qimay. Birinchi 1269 ni men ko'paytiraman 3 ga. Sababi umumiy energiyaning 3 dan 1 qismi tana haroratga ketar edi, to'g'rimi? Demak, shuni 3 ga ko'paytirib oldim. Bu meni 4-masalam bo'lyapti. Shunda 3807 bo'ladi. 3807 bo'lyapti ekan. Xo'p. Endi o'zi biopolimerlardan ajralgan. Yog' esa oqsil miqdoriga teng. Xuddi mana bunday ekanda, oqsil yog' miqdoriga teng. Xo'p. Yana oqsil, yog', uglevod. Oqsil bilan yog' tengmi? Eng kichik nisbatni uglevod kattadan bo'ladi, x olaman. Endi oqsil uglevodning 25% ni tashkil qiladi deganda, bor yo'g'i qanday bo'ladi? Uglevodning 100 ming puli bor, Oqsilning puli uglevodning 25 ming puliga yetadi. Faqatgina 25 ming puligacha bora oladi. Bu degani oqsilda o'zi 25 ming puli bor. Ya'ni oqsil kichkina uglevodda. Umumiy uglevodning 25% ni tashkil qiladi yoki 25 bu 100 ning 4 dan 1 qismi degani. Shunda 4 barobar ko'p bo'ladi. Tushuntira oldik-a? Buni hozir shu yerga to'g'ridan to'g'ri men 4x yozsam bo'ladi. Agar 4x da qanday kelib chiqqanini bilmoqchi bo'lsangiz, x mana uni 25% qilaman deyin, buni 100% qilaman, x qancha deyman deyin, 4 chiqadi. Xo'p, bo'ldi-ya, 4x qanday kelib chiqqanligini. Endi bu ikkalasi 5x bo'lib ketadi. Yana boyaga holat bo'lyapti. 5x imizda 4,1 ga ko'paytirsak 22,5x edi. 22,5x plus 9. Yo'q. Bu kilokaloriyada emasmi? Yo'q, shoshmaymiz. Demak, 5,5x. Mana 5,5 ni ko'paytiramiz 17,6 ga. 17,6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda necha chiqyapti ekan? 88 chiqyapti ekan. 88 kilojoule. Endi u 38,9 edi. Demak bo'ldi. 88x plus 38,9x plus emas, umumiy energiya 3807 x chiqadi menda. X chiqadi. X'im shunda 30 chiqar ekan. 30 chiqdi. Demak, oqsil yoki yog' 30 gram. Menda nimani so'rayapti? Biopolimerlardan ajralgan energiya. Biopolimer aytdim, biopolimer uni monomer, ya'ni bolachasi bor. Bolachasi bu uglevod va oqsilniki bo'lyapti. Demak, uglevod va oqsilimiz bu yerda x ga 4x jam 5x bo'ladi. Bitta x 30 bo'lsa 5x necha bo'ladi? Demak, 30 ko'paytirilgan 5 150 bo'ladi. 150 ko'paytirilib, buni ko'paytiramiz
Nechiga ko'paytiramiz? 150 ta. Bizda nimada so'rayapti? Kilokaloriyadan, kilojouldami? Ajragan energiya miqdorini aniqlang. Aytilmagan, lekin yuqorida kilojoul bo'yicha bizga ma'lumot bergan. Kilojoulda hisoblab ketamiz. Buni ko'paytiramiz 17,6 ga. Bizda chiqadi shunda javob 2640. 2640 energiyani topish kerak bo'lyapti. To'qima organ dedimi, umumiy energiyaning 3 dan 2 qismini tashkil qiladi. Demak, shunda umumiy energiya 3 qismda qancha desak 3390 ekan. 6-masala. Siz javob bo'lyapti 5 ga 6. Agar bir kunda tana haroratining 1230 kilokaloriya sarflangan bo'lsa, oziq moddalarning bu ham umumiy energiyani toping deyapti. Demak, tana harorati o'zgarmaydi, 3 dan 1 qismga teng. Demak, umumiy oziq modda topish uchun uni 3 ga ko'paytirib olamiz. Shunda 3390 bu ham 6 ga 7 emas 8 ekana. Xo'p. Sevarada 450 gram uglevod, 100 gram oqsil, 110 gram yog' bor ekan. Masalan, sizlar masala ishlayapsizlar, xuddi mana shunaqa masala, faqat oxiringisini tushunmay qoldiring, to'g'rimi? Endi oxiringisini tushunmaganlaring uchun ham boshini ishlamay qo'ymanglar, boshini ishlanglar. Yarmigacha kelinglar, tushunmagan joylaringgacha kelinglar. Albatta, iyag'iga tushunishlaring boyagi umuman ishlamaganga nisbatan ancha tezroq bo'ladi. Demak, 450 ta mana bu 450 bilan bu uglevod bo'lyapti. Mana bunda ajratib qo'yamiz. 450 bilan oqsilni qo'shib oldim va buni 4,1 ga ko'paytirdim. Menda shuncha energiya. Yog'da qo'shdim va umumiy 3278 kilokaloriya energiya bo'lyapti. Xo'p, endi mana men umumiy energiyani topdim. Va oxirida nima deyapti? Va oxirida so'rayaptiki mendan, xo'p, ovqat hazm qilish va bir kecha kunduzda bajargan ishga sarflangan energiya miqdorini aniqlang. Mana shu joyda ko'pchiliklar tushunmay qoladi. Qarang, agar sizga to'qima organning hayotiy faoliyati va ish bajarish uchun desa, albatta uni 3 dan 2 qismini toping yoki u energiya 2 qism bo'ladi, 3 qism qilib umumiy energiyani topasiz. Qachonki to'qima organlar desa, lekin mana yerda sizga aytayaptiki, bir kecha kunduzda bajargan ishga va ovqat hazm qilishga deyapti. Men aytdim, mana u 49 kilogramm odam, 49 kilogramm odam. Qaranglar, unda jami 3278 kilokaloriya energiya bor. Bu energiya hosil bo'lgan. Endi bu energiya yotganda ham, uxlaganda ham, ish bajarganda ham sarflanadi, to'g'rimi? U hech qanaqangi ish qilmayapti, faqatgina stambaga o'xshab turibdi. Ish qilmagan payti uning uchun qancha energiya sarflanadi? Ish qilmagan payti 1 kilogramm odam bir kunda 24 kilokaloriya energiya sarflasa, 49 kilogramm 1176 kilokaloriya energiya sarflaydi. Bu umuman ish qilmagan payti bo'ladi-ku, shu ish qilmaganligi uchun, hattoki ovqat ham yemayapti. Ish qilmaganligi uchun bu shuncha energiya sarflaydi. Demak, aynan bu ish qilgani va ish qilmagani energiyasi, bu energiyadan mana bu ish qilmagan energiyasini olib tashlayman. Menda qoldi faqat ish qilgan energiyasiga, ya'ni ish bajarganiga va ovqat qilganiga qoldi. Endi tushuntira oldimmi? Ko'pchiliklar chalg'iydi. Endi balki hozir kamchilik bo'lgandir. Buni bilmayman. Demak, tushuntira oldimmi? Nima qolganligi, mana shu holatda qanday o'ylashimizni davom etamiz. O'zi yarimdan o'tdik. Qolganlari bir xil, o'zlaringiz yechib ketaverasizlar. Endi 14 ga kelyapmiz. 14. Tana massasi 70 kilogramm bo'lgan odam bir kunda qabul qilingan oziq moddalarning parchalanishidan hosil bo'lgan energiya. Demak, 70 kilogrammli odam bir kunda 3000 kilokaloriya energiya sarflagan ekan. Shu odamning asosiy moddalar almashuvi uchun ketgan energiya necha foiz? Asosiy moddalar almashuvi deganda boyagi ovqat hazm, mayli, boyanga tushunaylik. Asosiy moddalar almashuvi mana bu bo'ladi. 1 kilogrammli odam bir kunda 24 kilokaloriya energiya sarflaydi. Bu asosiy moddalar almashuv uchun. Sababi asosiy yurak urishi, asosiysi o'sha ichki organlarning faoliyati, to'g'rimi? Demak, bu bizning asosiy ishimiz. Biz ish qilsak, qilmasak bizda yurak faoliyatimiz urib turadi. Bu asosiy moddalar almashuv bo'ladi.
asosiy moddalar almashuvi. Demak, 70 kilogrammli odam umumiy energiya 3000 deymiz. 3000 energiyamiz 100% da bo'ladi. Bizda asosiy modda 70 uchun 1680 edi, to'g'rimi? 70 ni ko'paytiramiz 24 ga teng 1680 uchun x qancha qilib tortsak, bizda 56% chiqadi. 56%. Mana bu asosiy moddalar almashuv uchun sarflanadi. Bu bizda 14-masala edi. Xuddi mana shu birdaniga men 32-masalaga qaraylik-da. 32-masalasi xuddi shu. Faqat bizdan aytyaptiki, oxirida o'zgaryapti. Siferlar soni bir xil, oxirida shart o'zgaryapti. Bizda aytyaptiki, odamning asosiy moddalar almashuvi uchun sarflanmagan energiyasi. Demak, asosiy moddalar uchun sarflanmagan energiya bo'lsa, qolgan ovqat hazm qilish va ish uchun sarflangan energiya 100 dan ayirib qo'yamiz. 44% qoladi. Bu 32 ga shunda C javob bo'ladi. Endi biz 14 deydik. 14 ga 1/32 ni ham ko'rib ketdik. Uni orasida bormi, yo'qmi? Bor ekan. Uni orasida 16 bor ekan. Demak, 16-masala. Sevara yugurganda 1 daqiqada. Qaranglar, masalan, Sevara emas, bu yoqda bekmarod bo'lishi kerak. Masalan, men o'zim 1 daqiqa yugurib, masalan, 1 minut, 1 daqiqa yuguryapman, to'g'rimi? 1 daqiqa, ya'ni 1 minut yugurganimda men 80 kilojoul energiya sarflayman ekan. 80 kilojoul energiya sarflayman. Va menda non yegandim, o'zimizda o'sha tandir nonini yegandim. Tandir nonimizda 150 gram uglevod bor ekan. 150 gram uglevod qancha energiyani hosil qiladi? Demak, mana yerda yozaman. 150 ko'paytirilgan 17,6 ga. Shuncha nonda shuncha energiya olganman. Endi shu energiyani men yugurish uchun sarflayman. Yugurish uchun sarflaganimda, demak men 1 daqiqada menda shuncha energiya bor. 1 daqiqa yursam 80 kilojoul energiya sarflayman. Men uglevodning energiyasi bilan men necha daqiqa yuguraman? Qani shuni hisoblaychi. 2640 x qilib topadigan bo'lsak, menda kelib chiqadi. Shunda 33 chiqadi. Demak, men 33 daqiqa yuguraman ekan uglevodning energiyasi bilan. Sababi men non yegandim. Nonimda 150 gram uglevod bor ekan. U parchalanganda 17,6 1 gramida 2640 kilojoul energiya hosil qildi. Va men 1 daqiqa 80 kilojoul energiya sarflayman. Menda uglevodning 2640 kilojoul energiyasi bor edi. Shu energiya bilan men 33 daqiqa yuguraman ekan. Endi 33 daqiqa yugurgandan keyin 34-daqiqasiga men yog'dan olaman. Nima uchun? Sababi birdaniga yog'dan ola olmayman. Agar menda ham uglevod, ham yog' bo'layotgan bo'lsa, uglevod birinchi parchalanadi. Yog'larga nisbatan uglevod birinchi parchalanadi. Shuning uchun biz doim ovqatni yoki 7-obed deymiz, boshqa deymiz, non yeb olamiz yoki dalalarga chiqardik, bir burda non yeb olib ham yana ishni davom ettirardik. Sababi non uglevod bo'lgandan keyin u tez parchalanadi, tez qornimiz ochganmi, tez qornimiz to'yadi. Shuning uchun uglevodlar tez parchalanadi. 1269 ni ko'paytiramiz 3 ga. Sababi bizda umumiy energiya kelib chiqadi. Xo'p. Umumiy energiyamiz shunda 1269 ni 3 ga ko'paytirib olamiz. 1269 ni ko'paytiramiz 3 ga. 3807. Bu umumiy energiya. 3807 umumiy energiya bo'lyapti. Xo'p. Oqsil uglevodning 25% tashkil qilsa, yog' esa oqsil miqdoriga teng. Buni boya ishlagandik-ku, to'g'rimi? Buni boyagina ishlagandik. Bo'ldi. Boyaga sizlar nima qilasizlar? Boyaga mana yerda oqsil, uglevod, yog' olasizlar-da. Oqsil x, bular bir-biriga teng. Bu x buning 25% tashkil qilsa, buni 1 qilsang bu x bo'lsa, buning 25% 0. Bu buni uglevod bundan 20 oqsil uglevodning 25% tashkil qiladi. Demak, mana bu uglevodning 25% tashkil qiladi. Mana shu 25% da bo'lyapti ekan. Biz uglevodni 100% desak, bizga kelib chiqadi 4x chiqadi. Bunda 4x bo'ladi. Mana qarasiz 5x bo'ladi. 5 ni 12,6 ga ko'paytirasiz, keyin 17,6x plus 38,9
x necha deb chiqadi? X chiqqan x bu oqsil hisoblanadi. Oqsil hisoblangandan keyin yana keyin oqsil hisoblanadi. Uni sizlar 4 ga 4 dan to'g'ri 5 ga ko'paytirasizlar. Oqsil va uglevodni 5x dan keyin chiqqan qiymatni 5 ga ko'paytirasizlar. Keyin uni nechaga ko'paytirasizlar? Bu yerda sarflangan miqdorni aniqlang. Keyin uni sizlar 17,6 ga ko'paytirib chiqarsangiz bo'ladi. Beginchining oxirlashdan hosil bo'lgan energiyani bir necha yuzgina miqdori tana harorat doimini saqlash uchun sarflandi. Demak, to'g'ridan to'g'ri umumiy energiyani toping. Umumiy 1130 ni ko'paytiramiz 3 ga, bunda 3390. Mana umumiy energiya bo'lyapti. Umumiy energiya 3 ga ko'paytirsam umumiy energiyani topib oldim. Endi davom etib ketaman. Vaqtim ketkazib o'tiraman oxirigacha o'qib. Saqlash uchun sarflandi. Bekitishning iste'mol qilingan oziq tarkibida oqsil miqdori uglevod miqdoridan 5 barobar kam. Oqsil va yog' tanchirilgan miqdorini aniqlang. Ovqat tarkibida yog', oqsil va yog'dan kilokaloriya, yog' 100 gram. O'zi yog'nikini topib qo'ydim. 100 ko'paytiramiz 9,3 ga 930. Bu hozir bizga kerak bo'ladi. Oqsillikni topganimizga qo'shib qo'yamiz. Endi bu mana bundan ayiramiz. Buni ichida yog'niki ham bor-da, yog'dagi 930 bo'lgandan keyin ayirsak bizda nima qoladi? Faqatgina oqsil va uglevodniki qoladi. Xo'sh, ayirganimizda 2460 chiqadi ekan. 2460. Bu oqsil va uglevod bo'lyapti. Demak, mana yerda oqsil, mana yerda uglevod. Oqsil kichkina bo'lgani uchun buni x olaman, 4 barobar deyapti. 4x olaman. Jami 5x bo'ladi. 5x ko'paytirgan 4,1 barobar 2460 bo'ladi. Shunda x barobar menga chiqadiki x 100 chiqadi. X 100. 100 bu oqsil. Uni 4,1 ga ko'paytiraman. Buni ko'paytiraman 4,1 ga 410 chiqadi. 410 chiqqandan keyin endi oqsil va yog'nikini so'ragan. Yog'niki tayyor, oqsilniki ham tayyor. Qo'shib qo'yishim qoldi. Faqat 410 ga 930, 940, 1340 degan javob bo'layapti. Javob 35. Xo'p, 35 da aytayaptiki, umumiy energiya 3000 kilokaloriya, uni odamning tana massasi 70 kilogramm. 1 soatlik asosiy moddalar almashuvini ta'minlash uchun sarflangan energiya miqdorini aniqlang. 1 soatlik bo'lyapti. Demak, odam 70 kilogramm odam, 70 kilogrammli odam bir kunda 1 soatlik bo'lgani uchun, masalan, 1 kilogrammli odam bir kunda 24 kilokaloriya energiya sarflaydi. 70 kilogrammli odam bir kunda qancha energiya sarflaydi desak, 1680 bo'ladi. Demak, 70 kilogrammli odam 24 soatda 1680 sarflasa, u 1 soatda xo'p, bunday bo'ladi. Bunday bo'lsa-na 24 soatda 70 kilogrammli odam 1680 sarflaydi. Bu 1 soatda qancha sarflaydi? 70 soat. 1680. 5 minutda havo. Demak, bizda 5 minutda odam nafas orqali qancha kislorod qabul qiladi? Shunday bo'lyaptimi? Nafas yo'llari burun orqali 5 minutda odam qancha kislorodni qabul qiladi? Xo'p, bizga kitobida aytib qo'yapti. 1 minutda deyapti. Odam 1 minutda umumiy 1 minutda qancha kislorod? Hozir masala sharti bo'yicha faqat burun orqali ichkariga kirgan topishimiz kerak. Lekin kitobda nafas olishda burun va teri ham ishtirok etadi. Burun va teri orqali 1 minutda 250 va 300 bo'ladi. 250 va 300 millilitr kislorodga kiradi. Kislorod tanamizga kiradi. Bizda 5 minutda qancha deydigan bo'lsak,
Shunda 5 minutda 1250 1250 va 1500 kirar ekan. 1500 millilitr kirar ekan. Lekin bu javob bo'lmaydi. Bu faqat ichimizga kirgani teri ham bor. Buni tarkibida teri ham bor. Bizga nafas yo'llari degani uchun toza burun orqali kirgan topishimiz kerak. Uning uchun kitobda yozib qo'yibdi. Teri nafas olishda 1% ishtirok etadi. Qolgan 99% burun ishtirok etadi. Endi bularda men ko'paytiraman 0,99 ga. Shunda menda D javob chiqadi. 1238 ga va 1485 millilitr chiqadi. Demak, mana oqsil va uglevod teng bo'ldi deyapti. Demak, oqsil va uglevod bular birgalikda yog'ga nisbatan 6 ga 1 ekan. 6 bu oqsil va uglevod. Ular teng bo'lgani uchun ularni 2 ga bo'lib oldim. 3x dan bo'lib oldim. Shu qora yaxshi yozadi-yu. Endi demak, yog' 1x qilib oldim. Bular nisbat bo'lyapti. Hozirchalik yana davom etamiz. Bizda 840 gram bor. Teng bo'lib uning tarkibida uglevod teng bo'ldi. Demak, anaqa qilamiz. 840 ni 7 ga bo'lamiz va shunda 7 ga bo'lamizda. Nima qilamiz? Mana jami bizga 6 ga 1 7 nisbatda beradimi? 7 nisbatda 840 gram umumiy bo'lyapti. Bo'ldi, demak shunday qilamiz. Demak, yog' x 6x uglevod va ular 840. Shunda 45 bo'lyaptimi bu? Bizga bo'ladi 120 bo'lar ekan. Demak, x teng 120. Bu endi yog' va x-dimi? X-da yog' chiqdi-da. Yog' chiqdi. Endi uglevod va yog'dan chiqargan energiya farqi bu kerak emas. Sababi bu yerda chalg'ityapti. Yoki u bo'yicha ishlasalar ham bo'ladi, yoki energiya farqi bo'yicha ishlasalar ham bo'ladi, yoki mana bo'yicha ishlasa ham bo'ladi. Men eng qulay sodda bo'yicha ishlayman. Mana u kerak emas. Shunchaki chalg'ityapti. Chalg'itmayapti. Ishlashlaringiz uchun bir uzunroq variantini beryapti. Xo'p, kilokaloriyaga teng bo'lsa, yog'dan chiqargan energiya, yog'dan nima? Kilojoulda bo'lsa 38,9 bo'ladi. Buni ko'paytiramiz. 38,9 ga menga bo'ladi 4668 4668 bo'ladi. Mana shu javob. Demak, bu javob. Qilyapman, to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib o'tib ketaman. Masalan, xuddi mana shunaqa uzun masala keldi. Abituriyent 3 kun ovqatlanibdi, 3 kun ovqatlanadi. Kun iste'mol qilgan ovqat tarkibida oqsil nisbati quyidagicha. Qaranglar, bu yerda eng ko'pi oqsilning nisbatini bergan. Bo'ldi, tamom, 3 kun ovqatlanibdi. Demak, birinchi kun ovqatlangan, ikkinchi kun ovqatlangan, uchinchi kun ovqatlangan. Bu yerda oqsil bor, uglevod bor, keyin yog' bor. Xuddi mana shunday endi chizma chizib olamiz. Mana shunday chizma 3 kun. Bizda oqsil nisbati eng ko'pi oqsil berilyapti, to'g'rimi? Boshqa hech qanaqangi oqsildan ham ko'p nisbat bermayapti. Shuning uchun bularni x qilib olamiz. Oqsilda birinchisini 1x, ikkinchisini 1,2x, uchinchisini 1,5x. Mana davom etaman. Hozir oxirigacha o'qisam boshi esimdan chiqib qoladi. Birinchi kun va uchinchi kun iste'mol qilingan uglevod miqdori teng. Birinchi va uchinchi kun teng deyapti. Demak, x ololmayman. Sababi x degani qiymatlari bir xil bo'lishi kerak x larda. Mana bir-biriga nisbatan qiymati bir xil bo'ladi. Shuning uchun bu uglevodni bilmayman. Bu uglevodning qiymatini bilmayman. Bunga tengmi yoki kattami, shuning uchun ikkinchi noma'lum bo'lgani uchun y olaman. Buni ham y olaman. Mana
x y olganim x y qilib ishlayman degani emas. Shunchaki men o'zim tushunib olyapman, qisqartiryapman. Xo'p, ikkinchi kun iste'mol qilingan uglevod 400 gramm. Mana 400 gramm ekan. Yaxshi. Bo'lib, shu kun iste'mol qilingan oqsil va yog' miqdorining yig'indisidan 180 grammga ko'p. Demak, mana u kun deyapti-ya, mana u kun iste'mol qilingan deyapti. Mana shu kun 180 grammga ko'p bo'lsa, Sulaymon birinchi kun 110 gramm yog' iste'mol qilib qolgan kuni 10 grammdan kamayib borgan. Qaranglar, mana bu yerda 180 grammga men uncha tushunmadim. Yo, tushundim. Hozir ishlaydigan narsani o'zi yo'q. Uni tashlayapman-da, domiga qolganiga o'tib ketyapman. U birinchi kun 110 gramm yog' iste'mol qilingan. Mana birinchi kun 110 gramm. 110. Keyingi kunlar 10 grammga kamayib ketganmi? Demak, bu 100 bo'ladi. Mana bu 90 bo'ladi. 90. Endi boyinga qaytaman. 180 ga qaytaman. Aytyapti. 400 gramm bu. Mana Sulaymonni ikkinchi kun 400 gramm bo'lib 400 gramm uglevod iste'mol qilgan bo'lib, shu kuni iste'mol qilingan oqsil va yog' miqdorining yig'indisidan 180 grammga ko'p. Mana bu 400 grammi mana bu o'sha kuni, ya'ni 100 bilan 1.2x ning yig'indisidan 180 grammga ko'p. Demak, biz o'sha 400 dan 180 grammda ayirsak, mana uning yig'indisi kelib chiqadi bu ikkalasini. Tushundingmi mana? Demak, 400 dan ayiramiz 180 ni. 400 dan 180 ayirsak 200 bo'ladi, 120 bo'ladi. 120. 220 bo'lmaydimi? 220 bo'ladi. 220. Demak, mana u 400 gramm 1.2x bilan va 100 gramm yig'indisidan 180 grammga ko'p. Demak, o'sha ko'p bo'lgani uchun ham men 400 grammdan 180 grammni ayirib oldim. Ayirsam, bularning yig'indisi kelib chiqadi. O'shanda 220 chiqdi. 220 dan 100 ni ayiraman. Chunki bu ikkalasining yig'indisi edi. Bu naqd. Ayiraman 100 ni. 120. 120 bu menga 1.2x degan. Mana 120 ekan. 120 bo'lsa bu 120. Bu shunda 100. Bu shunda 150 bo'ladi. Topdim. Endi mana bular qoldi. Buning uchun menga aytayaptiki, nima deyapti bu? Xo'p, 3 kun davomida jami hosil qilingan energiya 9300 kilokaloriya. Mana shularning umumiy barchasining energiyasi 9350 kilokaloriya ekan. Demak, men mana ularning energiyasini topaman dayin, ma'lum energiyasini topaman dayin, ayirib tasam mana ikkita noma'lumlik qoladi. 2 ga bo'lib yuboraman, tamom chiqdi. Mana bu 0.8x ekan. Xo'p, bu 0.8x bo'lyapti, o'shanda 80 bo'lyapti. Qaranglar. Mana bu 80 bo'lganda shunda javob chiqadi bizda 2870. Mana bu umumiy miqdori 90 200 300 bo'ladi. Demak, 300 ni ko'paytiramiz 9.3 ga. Bizga beradi javobni. Xo'p, 2790 bo'ladi. 2790 bo'ladi. Bu ikkalasini qo'shib olamiz. Qo'shib olsak 5660 bo'ladi. 5660 dan umumiy energiyani ayiramiz. Umumiy energiya bizda umumiy energiya 5660 dan umumiy energiyani ayirsak 9350 barobar qoladi. Ikkita birinchi va uchinchi kun uglevod qoladi. Bizda birinchi va uchinchi kun uglevod 3690 bo'ladi. 3690 ni bo'lamiz 2 ga. 3690 mana yerda 3690 bo'lingan 2. Shuni
1845 bo'ladi. 1845. Demak, mana bu 1800 yo'q. Bu kilokaloriya faqat. Mana yerda gram edi-ku, mana ular gram bo'layotgan bo'lsa, bular gram bo'layotgan bo'lsa, 1845 tayyor kilokaloriya. 1845 kilokaloriya. Xo'p, bizda masala sharti bo'yicha so'rayaptiki, hosil bo'lgan 3-kun yog'dan hosil bo'lgan energiya farqini toping. 1-kun uglevoddan hosil bo'lgan energiya va 3-kun yog'dan. 1-kun mana. Endi yog'dagini topamiz. 3-kun 90. 90 ni ko'paytiramiz 9.3 ga. 837 bo'ladi. 837 bo'lyapti. 837 dan ayiramiz endi 1845 da. Bundan ayiramiz 1845 da. Mana yerda chalkash bo'lgani bilan, lekin ovoz bo'yicha ketma-ket ishlab ketyapman-ku, bu tushunarli bo'lsa kerak. Shunda bizda javob chiqadi. Farqli javobi 1080 chiqadi ekan. 1008 chiqadi. A javob. Uzun bitta. Qutuldik mana. Endi xo'p, keyingi masalamiz bo'lyapti. Navbat 47 ga. Bir kecha kunduzda Xo'p, endi navbat 47 ga keldi. Bir kecha kunduzda ovqat ratsionida oqsil va uglevod nisbati 1.3 ekan. Oqsil va uglevod. Demak, oqsil va uglevod nisbati 1 ga 1.3. 1 bo'lsa 3.5 x da bo'ladi. Endi xo'p, davom etamiz. Yog'dan hosil bo'lgan energiya miqdori oqsil energiyasidan 300 kilokaloriyaga ko'p. Yog'dan hosil bo'lgan energiya miqdori oqsil energiyasidan shunchaga ko'p. Mayli, bunga unchalik oson emas bu narsa. Davomini o'qiylikchi. Yog' miqdori bo'ldi, sal qiyin narsami? Shuni tashlab ketishga davom o'qish kerak. Yog' miqdori oqsil va uglevod miqdoridan 6 marta kam bo'lsa, yog' miqdori oqsil miqdoridan 6 marta kam. Qaranglar, buni qo'shib olamiz. Sabab bilan yig'indisidan 6 marta kam 4.5 bo'ladi. 4.5 ni demak bo'lamiz 6 ga. Shunda yog' miqdori kelib chiqadi bu. Ikkinchi masala, 42 masala bo'ladi. 0.75 bo'ladi. 0.75. Demak, bu yog' bu. Yog'. Bo'ldi. Nimani so'rayapti? Kam bo'lsa uglevoddan hosil bo'lgan energiya va yog'dan hosil bo'lgan energiya farqi. Hop, yana shu farq. Endi menga mana bu narsa kerak. Yog'dan hosil bo'lgan energiya miqdori oqsil energiyasidan shuncha kaloriyaga ko'p. Yog'dan hosil bo'lgan energiya oqsil energiyasidan shuncha kilokaloriyaga ko'p. Mana shu narsadan men foydalanaman. Yog'dan hosil bo'lgan energiya oqsil energiyasidan shunchaga ko'p bo'lyapti. Demak, mana bu yog'ning energiyasi, mana bu yog'. Mana bu 1x oqsilning energiyasi bu kilokaloriyadanmi bo'ldi. Demak, mana yerda oqsil bor, yog' bor. Buning x ni ko'paytiramiz 4.1 ga. Natijada 4.1 x kilokaloriya energiya hosil qiladi. Kilokaloriya energiya qiladi. Endi yog'dagi 0.75. 0.75 ko'paytiramiz 9.3 ga. Xo'p, 0.75 9.3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 6.975. 6.975 kilokaloriya. Ana endi xo'p, o'zi qanchaga farq qilyapti? Mana bularni shu nisbatdan olganimda qanchaga farq qilyapti? Demak,
4,1dan ayiramiz 6,975 ta 975 ta. Bizda ayirmadagi farq kelib chiqadi 2,875 2,875 chiqar ekan. Bu farq. Mana shu farqimiz biz necha kilokaloriyaga to'g'ri keladi? Qani 345 ga to'g'ri kelyapti. 345 kilokaloriyaga to'g'ri keladi. Hop. Shunga farq qilyapti. Endi bo'lib qo'ysak, moli kelib chiqadi. Molini topgan bo'lamiz. 345 da bo'lamiz 2,875 ga. Ya'ni bu yerda 1x ning qiymati kelib chiqadi. X ning 120, uni yoqqa ko'paytiramiz. 0,75 ga ko'paytiramiz. Yoqdagi kelib chiqadi shunda. 90 yoq ekan. Mana bu 90 yoq. Endi 90 ni ko'paytiramiz 9,3 ga. 837. Bizda yana nimani so'rayapti? Uglevoddan hosil bo'lgan energiya deyapti. Endi uglevoddan hosil bo'lgan energiya. Mana bu x 120 edi, to'g'rimi? Buni olib qo'yamiz, kerak bo'ladi. 120 ni ko'paytiramiz. Uglevod miqdori 3,5 edi. Demak, 3,5 ga 120 ni ko'paytiramiz 3,5 ga 420 bo'ladi. 420 ni ko'paytiramiz 4,1 ga. Uglevodning energiyasi kelib chiqadi. Shunda 1722 bundan ayiramiz 837 ni. 837 ni. Bizda chiqadi shunda 885 bor ekan. 885 A javob bo'ladi. Ikkita masalamiz qoldi. Ikkita masaladan keyin tugataman ekan. Mana shu. Agar hozir ikkita masalani ishlab beraman, ikkita masaladan keyin o'zlaringiz bo'shliqda yetkazib olasizlar. Boya tashlab ketganlarni hammasi bir-biriga o'xshash bo'lyapti. Bo'lmasa Telegram gruppiga tashlasalar, u yerda men audio uzoq yoki video uzoq yoki yozma shaklida tashlab beraman. Ekr chipirigacha yanada ham cho'zib kerak bo'lsa. Meniki 59 qoldi-ya. 59. Ikkita masalamiz qoldi. 59. Xo'p, komil ovqatlanish ratsionida oqsil, yog', uglevod 700 gramm ekan. Oqsil, yog', uglevod. Bu tayyor berib qo'yibdi, tamom bu 700 gramm bo'lyapti. Oqsildan ajralgan energiya 410 kilokaloriya. Demak 410. Mana oqsildan ajralgan energiya bor-ku, 410 ni bo'lasizlar 4,1 ga. Ya'ni 1 gram oqsilda. Shunda oqsilda o'zi 100 bo'ladi. Mana uni 100 qilinglar. Shunda mana u 600 qoladi. Ko'ryapsizlar? Mana shunday ketma-ketlikda ishlab ketasizlar. Keyin yana aytyapti, oqsildan parchalashdan hosil bo'lgan energiya, ya'ni mana u energiyadan yog'ning energiyasi 520 ga ko'p. Demak, qo'shib yog'dagi kelib chiqadi 410 qo'shilgan 520. Shunda 930 bo'ladi. Buni 9,3 ga bo'lasizlar. 9,3 ga. Yog' 100 bo'ladi. Mana bunga yog', uglevod bo'lsa, mana bu yog' 100 bo'ladi. Mana uning o'zi 500 bo'ladi. Bo'ldi, hamma narsa tayyor. Nimani so'rayapti endi? Xo'p, ertalabki ovqatlanishdan hosil bo'lgan, buni umumiy energiyasini topib olish kerak ekan. Umumiy energiyasi qo'shib olaman 600 bo'ladi. 600 ni ko'paytiramiz 4,1 ga. 59 bo'ladigan bo'lsa bizda xo'p, 2460 bo'ladi. 2460 qo'shamiz 930 ni. Sababi yog'diki tayyorku 930.
Shunda yana boyiga qiymat chiqishi kerakmi? Xo'p, 3390 chiqadi. 3390. Endi 3390 ko'paytiramiz. Nima deyapti? Ertalabki ovqatlanishdan hosil bo'lgan. Ertalabki ovqatlanish yantoq 25-30 edi, yantoq edi. Endi hosil bo'lgan ratsionxon yuqori foizi 30 bo'ladi. Uni ko'paytiramiz 0.3 ga. Shunda bizda javob chiqishi kerak 1027 chiqishi kerak. 17 chiqadi javob. Xo'p, endi oxirgi masalamiz qolyapti sizlar bilan. 67 masala ekan. 67 masala. 67 masalada odam sutka davomida iste'mol qilingan 100 gram oqsilning 70% hujayradan oqsil sintelashishi sabab bo'ldi. Qolgan energiya almashuv jarayonida to'liq oksidlandi. Biz energiyani topishimiz kerakmi? Oksidlanganda energiya beradimi? 30% topishimiz kerak bizga. Demak, 100 ko'paytiramiz 0.3 barobar 30 oqsil bo'ladi bu. Keyingisi sabab bo'ldi. Qolgan energiya iste'mol qilingan 80 gram lipidning barchasi dissimilyatsiyada sabab bo'ldi. Lipid 80 gram. Uglevod, oqsil, lipid oksidatsiyasida kilokaloriyada. Mana 80 ni to'p qo'yaylik. 80 ko'paytirilgan 9.3 kilokaloriyada so'rayapti. Buni topib qo'ymayapti. Buni uglevodga qo'shib olamiz. Shunda ishimiz osonroq bo'ladi. 744. 744. Endi 400 gram uglevodning 3% glikogen zaxira va qolgan qismi energiya hosil qildi. Qolgan 97 bo'ladi, to'g'rimi? 400 ni ko'paytiramiz 0.97 ga barobar 300 ni chiqadi? 88 chiqadi. 388 ga qo'shamiz mana uni 30 ni. Shunda 2 bo'lganda ham mana 90 bo'ladi, 120, 418 bo'ladi. 418 bo'lyapti. 418 ni 4.1 ga ko'paytiramiz. 418 ko'paytirilgan 4.1. Bizda shunday javob chiqadiki 1713. 1713.8 chiqadi. Endi unga qo'shamiz, nimani qo'shamiz? 444 ni qo'shamizmi shunda? 744 ni qo'shamiz va unga qo'shamiz 744 barobar bizda chiqadi 2457. 2457.8 foizini kilokaloriyani tashkil qilar ekan. Bu javob. Mana Xo'p, mana qadrli ustozlar, talabalar, o'quvchilar, sizlar bilan demak iqtidor biologiyasining moddalar almashuvini tugatdim. Men 12 ta ishlab berdim. Ayrimlarini tashlab ketdim, faqat o'xshashliklarni ishladim. Tashlab ketganlarimni undan oldingi ishlaganim o'zi o'xshash hisoblanadi. Uni o'zlaringiz ishlaysizlar. Faqatgina shu sifra almashgan xolos. Xuddi men 6 ga 1 qo'shib sizlarga 7 chiqarib bergan bo'lsam, endi sizlardan aytyapti, 7 ga 1 ayir deyapti. Yoki boyagi 6 dan 7 ni ayir deyapti. Hammasi ma'no jihatdan bir xil, mohiyati bir xil, sifrlari har xil bo'lyapti. Qo'ldan kelgancha tushuntirib berdim degan umiddaman. O'zi deyarli mana shu masalaga tushunib olgandan keyin boshqa masalalar ko'p. Endi moddalar almashuvining mingdan ortiq masalalari bor. Asosiy masalalari shu edi. Mana shu mohiyatiga tushunib yetgan bo'lsangiz, mingdan oshiq masalasi ham bir xil. Hammasi nazariyaga bog'liq, hammasi bir xil holatda ishlanadi. Qiyin bo'lsa, sal chuqurroq fikrlash kerak. Oddiy bo'lsa, qo'l ichida javob chiqarib tashlash kerak. Endi sizlar bilan molekulyar biologiya denkani boshlaymiz. Albatta buni PDF yoki kitob shaklini chiqarib olinglar. Noldan o'rganaman degan ustozlarga mutlaqo tekinga o'rgatyapman va buni o'zim YouTube kanalimga qo'yib boraman. YouTube'da xohlagan payti kechasi 2 da turib ko'rsangiz bo'ladi va mustaqil o'zingiz ishlaysiz. Agar men
tashlab ketgan masalalarni sizlar birontasini tushunmagan bo'lsangiz yoki mana endi 12 ta masalani ishlab berib birontasini tushunmagan bo'lsangiz, albatta Telegramda BS Hayot kanalim bor. O'sha yerga tashlaysizlar, ko'rib beraman. Albatta ko'rib beraman. Shunchalik zarur bo'lsa, shunday BS Hayotdan o'zimga tashlaysizlar, men BS Hayotga tashlab qo'yaman. Masalalar yechimi u yoqda bo'lishamiz ommaga. Barchangizga xayr, buni tugatinglar. Buni tugatganlardan keyin alohida moddalar almashuvi bo'yicha men video chat qilaman. Video chatda mana shu kitob bo'yicha savollaringizni berasizlar yoki o'zlaringiz boshqa olimpiadaga, milliy sertifikatga tushgan xuddi moddalar almashuviga oid testlaringizni tashlaysizlar, birgalikda yechamiz va keyin endi molekulyar biologiya denkani boshlaymiz. Denkani ham albatta hozir qo'ldan kelgancha x, y sodda qilib tushuntirib beraman. Shunday qilib, xayr.